5 qadamda xitoylik поставщикni tekshirish. Xitoydan yuk olib kelmoqchisiz va firibgarlardan qo'rqyapsizmi? 5 ta qadam bilan Xitoydagi ishonchli поставщикni qanday topish mumkin yoki tekshirish mumkinligini hozir aytaman. Birinchi qadam kompaniya nomi. E'tibor berish kerak, aynan u kompaniya shug'ullanadigan soha bilan bog'liq nom bo'lishi kerak. Agarki Export and Import Company Limited yoki Trading Company Limited bo'ladigan bo'lsa, unda bundan qo'rqish kerak. Chunki bunday kompaniyalar odatda savdo-sotiq bilan shug'ullanadi, ya'ni olib-sotar bo'ladi. Ikkinchi qadam ushbu поставщикning yuridik adresini tekshirish kerak. Ya'ni yuridik adres bir shaharda va yuk chiqariladigan joy ikkinchi shaharda bo'ladigan bo'lsa, unda bu ham sizga znak. Ya'ni bulardan hushyor bo'lish kerak. Uchinchi qadam invoice, kommersiya предложения, dogovorlarda e'tibor berish kerak. Shapkalarda va barcha kompaniyaning nomi, adreslari, bankovskiy rekvizitlari hammasi bir xil bo'lishi kerak. Odatda olib-sotar kompaniyalar bularni chalg'itib yuborib, turli xil kompaniya nomlarini yozib qo'yishadi va bu ham sizga belgi hisoblanadi. To'rtinchi qadam поставщикning veb-sayti. Ya'ni bunda e'tibor berish kerak, ularda ofitsialniy veb-sayt bo'lishi kerak va bu deylik kompaniya nomi .cn yoki kompaniya nomi .com.cn bo'ladigan bo'lsa, bu uning ishonchli поставщик ekanligini bildiradi. Ya'ni bunday saytlarni egallash uchun vazirlik tomonidan ICP litsenziya olish kerak bo'ladi. Agar shunday saytga ega bo'lgan поставщик bo'lsa, unda bu ishonchli hisoblanadi, chunki ular litsenziyaga ega bo'lgan поставщикlar hisoblanadi. Beshinchi qadam bu поставщикning ustav hujjatlarini tekshirish kerak bo'ladi. Ya'ni ushbu kompaniyaning biznes litsenziyasi, eksport qilishga litsenziyasi va imkon bo'lsa ushbu kompaniyaning direktorini shaxsini tasdiqlovchi hujjati Xitoy tilida bu shinfinjing deyiladi. Mana shu hujjatlarni talab qilish kerak va ularni Xitoy tilida bo'lsa ham tekshirish lozim bo'ladi. Bonus sifatida 6-qadamni ham aytib o'taman. Xitoyda bozorni boshqarish bo'yicha nazorat bo'limlari ham bor va ularni ofitsialniy saytlarini tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi bu National Price Credit Information Publicity System veb-saytini ko'rsatib o'taman va ikkinchisi bu creditchina.com.cn. Mana shu saytlarda kompaniyaning nomlari bilan ular to'g'risidagi to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu qadamlarni bajarsangiz, albatta Xitoydan ishonchli va xavfsiz bo'lgan поставщикlarni topa olasiz. Va bulardan tashqari yana qanday usullar bor, albatta izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, Xitoy bilan ishlaydigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.